Yapon ta'lim metodlarini o'rgangan holda nafaqat yapon tilini, undan tashqari yana boshqa ikkita tilni ham o'rgana oldim. Har bir millatni o'ziga xosligi bo'lgandek, yaponlarni ham ishga yondashishi yoki ta'lim tizimida o'ziga xosliklari juda ham ko'p. Shulardan bittasi intizom. Agar Yaponiya sistemasida o'qimoqchi bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda o'zingizda intizom shakllantirishingiz kerak. Intizomga o'rganishga tayyorlar yoki bo'lmasa mana shu yo'nalishga o'zini bag'ishlashga tayyor odamlar bo'lsagina topshirishsin. Ya'ni bu universitetda faqatgina diplom uchun o'qib bo'lmaydi. Ya'ni men kelib ketsam bo'ldi, diplom olsam bo'ldi degan ish piyoda o'xshamaydi. IT shunaqangi sohaki, nazariy bilimdan ham ko'ra ko'proq amaliy bilim katta rol o'ynaydi. Amaliy bilim bo'lmasa, menimcha dasturchilar o'zini xatolarini topa olishmaydi. Hozir davlatimiz tomonidan ham IT ga juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa ayol qizlarni shu sohada ta'lim olishga juda ham imkoniyatlar ko'p. Masalan, deylik, startaplarga to'xtaladigan bo'lsak, hozir agar sizni startap g'oyangiz bo'lsa va shijoatingiz bo'lsa, bo'ldi, mana shu narsani men qilaman desangiz, davlat o'zi sizga shunaqangi yordam beradiki, misol uchun bitta biznes ochaman desangiz, hech kim sizga yordam bermasligi mumkin, lekin davlat o'sha loyihani mana qilgin, mana mamlaqa loyihani qilaman deb yaxshi prezentatsiya qilib bersangiz, ya'ni uni zashita qila olsangiz, sizga shunaqangi ko'p yordam berishadiki, qo'pol qilib aytganda, siz bitta loyihangiz orqasidan O'zbekistondan ham qanaqadir gigant kompaniyalarga asos solish mumkinligiga yana amin bo'lishingiz mumkin. Dunyodagi eng muvaffaqiyatli insonlarning muvaffaqiyat siri haqida, ya'ni 3-eshik deb nomlangan kitob. Faqatgina bu kitobni o'sha paytda bizga aytib berishgan qanaqaligini, lekin hozir qo'lingizga bera olmaymiz, 6 oydan keyin beramiz. Ya'ni sizlar yapon tilida o'qiy oladigan bo'lsanglar, mana shu kitobni beramiz, yaponchasini o'qiysizlar deyishganda, biz unga qiziqib qolganmiz. Nimaga bizga prezentatsiya qilib berishgan kitobni, lekin berishmagan. Rosa qiziqib qolganmiz va shu kitobni o'qish uchun ham yapon tilini o'rganganmiz. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing. Assalomu alaykum. Mening ismim Nazifa, 21 yoshdaman va hozir Japan Digital University'ni IT bo'yicha oxirgi bosqich talabasiman. To'g'ri, O'zbekistonda IT ga ixtisoslashgan universitetlar juda ham ko'p, lekin men universitetga kirganda 17 yoshda edim va adam bilan maslahatlashgan holda Yaponiya ta'lim tizimida o'qishni xohlaganman. Shuning uchun ham Jedion tanlaganmiz. Universitetga birinchi kelgan kunimni hozirgacha eslayman. Birinchi kelgan kunim bilan hozirgi holatimda juda ham katta farq bor deb o'ylayman. Boshda kelganda yapon tilini o'rgana olamanmi degan har xil qo'rquv deymizmi, hayajon deymizmi, har xil hislar bo'lgan. Lekin universitetda o'qish jarayonimda yapon ta'lim metodlarini o'rgangan holda nafaqat yapon tilini, undan tashqari yana boshqa ikkita tilni ham o'rgana oldim. Ya'ni yapon tili shunaqa ozgina nima desam, murakkabligidan nega aynan yapon tilini o'rgana olaman, boshqa narsalarni o'rgana olmayman degan odamda hissiyot bo'lar ekan va demak qiyin narsalarni ham amalga oshirsak bo'ladi degan narsa bilan hozirgacha o'qib, xudo xolisa kelajakda ham davom etmoqchimiz. Yapon tili va IT ikkalasiga umuman to'g'risini aytsam bog'liq bo'lmagan narsalar, to'g'ri, lekin ikkalasining ham o'zining murakkabligi bor. Yapon tilini ham boshida o'rganmagan odam uchun qiyin. Ikkalasini birdaniga olib ketishda bizga universitetdagi ustozlarimiz juda ham yaxshi yordam berishgan. Ayniqsa yapon tili ustozlarimiz orqali biz intizomga o'rgandik desam ham bo'ladi. Universitetda shunaqa sistema bor edi. Yapon tilidan N2 darajani qo'lga kiritsak, ya'ni JLPT sertifikat olib kelib bersak, yapon tili darslariga qatnashmaslik imkoniyatini berishardi. Ya'ni bizda ko'proq vaqt qolardiki, IT ga shug'ullanishimizga. Shuning uchun ham yapon tilini tezroq o'qib, sertifikat olib kelib, yana boshqa o'zimiz yo'nalishimizga ko'proq vaqt sarflash uchun yapon tilini tezroq o'rganishga bizga motivatsiya bo'lgan. Har bir millatni o'ziga xosligi bo'lgandek, yaponlarni ham ishga yondashishi yoki ta'lim tizimida o'ziga xosliklari juda ham ko'p. Shulardan bittasi intizom. Agar Yaponiya sistemasida o'qimoqchi bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda o'zingizda intizom shakllantirishingiz kerak. Bu intizom darsga vaqtida kelishingizdan boshlab darslarda qatnashishingizgacha namoyon bo'lishi kerak. Ya'ni bizda shunaqa paytlar ham bo'lganki, darsga hattoki 5 minut kechga qolganimizda ham qanaqadir batso olgan paytlarimiz bo'lgan. Ya'ni kechga qoldi yoki darsda qatnashmadi degan narsalar bu bizda shartnomamizda bor. Shundan o'rganganmizki, o'zimizning hayotimizda ham misol uchun oddiygina tadbirlarga ham kechga qolmaslikni o'rganganmiz shundan. Universitetdagi yo'nalishim web dasturlash edi va menga bundan eng yoqgan dasturlash tili C# bo'lgan, chunki dasturlashga birinchi C dasturlash tili bilan kirib kelganman. Sintaktik jihatdan C dasturlash tiliga mos bo'lgani uchun shularni o'rganishim osonroq bo'lgan va universitetda
Nazariy olgan bilimlaringizni amalda qo'llash uchun coworking zonalari bor. Undan tashqari ustozlar ham xohlagan paytingiz savollaringizga javob bera olishadi. IT shunaqangi sohaki, nazariy bilimdan ham ko'ra ko'proq amaliy bilim katta rol o'ynaydi. Amaliy bilim bo'lmasa, menimcha dasturchilar o'zini xatolarini topa olishmaydi. Universitetda ham o'zimizni qanaqadir loyihalarimizni qilishimiz uchun yoki prezentatsiya qilish bilimlarimizni oshirishimiz uchun IT Expo loyihalari yoki cowork loyihalarini tashkil etishgan, shularda qatnashib, bemalol o'zingizni ko'nikmalaringizni oshirishingiz mumkin. Universitetda boshlagan o'qishimni bitirgandan keyin ham har doim davom ettirmoqchiman, ya'ni ta'lim har doim birinchi o'rinda men uchun. Maqsadlarga keladigan bo'lsak, hozir ham startap loyihalar bilan birga ishlaymiz va O'zbekistonning ichida ham bor muammolarni, ya'ni jamiyatni muammolarini yechib beradigan qanaqadir startaplarni yo'lga qo'yishni reja qilganman. Undan tashqari, xudo xohlasa, Google'ga o'xshash yirik kompaniyalarda dasturchi sifatida faoliyat olib borishni xohlayman. Hozir davlatimiz tomonidan ham ITga juda ham katta e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa ayol qizlarni shu sohada ta'lim olishga juda ham imkoniyatlar ko'p. Masalan, deylik, startaplarga to'xtaladigan bo'lsak, hozir agar sizni startap g'oyangiz bo'lsa va shijoatingiz bo'lsa, bo'ldi, mana shu narsani men qilaman desangiz, davlat o'zi sizga shunaqangi yordam beradiki, misol uchun bitta biznes ochaman desangiz, hech kim sizga yordam bermasligi mumkin, lekin davlat o'sha loyihani mana qilgin, mana bunaqa loyihani qilaman deb yaxshi prezentatsiya qilib bersangiz, ya'ni uni защита qila olsangiz, sizga shunaqangi ko'p yordam berishadiki, qo'pol qilib aytganda, siz bitta loyihangiz orqasidan O'zbekistondan ham qanaqadir gigant kompaniyalarga asos solish mumkinligiga yana amin bo'lishingiz mumkin. O'zim ham shu imkoniyatlardan yaratish maqsadida har doim qiziqib yurgan sohalarimda startaplarni rivojlantirish bilan hozir shug'ullanyapman. Hozir nomini aytishni xohlamayman, chunki sir. Xudo xohlasa, ma'lum bir darajaga yetganimizda hamma xabar topadi degan umiddaman. Xo'p, mana shu startaplarga qaratilayotgan e'tibor yoki bo'lmasam ITga bo'lgan qanaqadir imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bizdan ham qanaqadir katta kompaniyalar chiqishiga ishonamiz va shu uchun harakat qilamiz. Gapimni oxirida aytib o'tib ketmoqchiman. Agar Japan Digital University'da o'qishni niyat qilgan talabalar bo'lsa, bo'lajak talabalarga maslahatim, agar shu yo'nalishda o'zini kelajagini ko'rayotganlar bo'lsa, intizomga, o'rganishga tayyorlar yoki bo'lmasam mana shu yo'nalishga o'zini bag'ishlashga tayyor odamlar bo'lsagina topshirishsin. Ya'ni bu universitetda faqatgina diplom uchun o'qib bo'lmaydi. Ya'ni men kelib ketsam bo'ldi, diplom olsam bo'ldi degan ish piyoda o'xshamaydi. Biz birinchi universitetga kirgan paytimizda hali darslar ham boshlanmasdan oldin biz bilan shunchaki yig'ilish qilishgan talabalar bilan va o'sha paytda bizga mana shu kitob sovg'a qilishlarini aytishgandi. Rosa bu kitobga qiziqib qolganmiz. Bu dunyodagi eng muvaffaqiyatli insonlarning muvaffaqiyat siri haqida, ya'ni 3-eshik deb nomlangan kitob. Faqatgina bu kitobni o'sha paytda bizga aytib berishgan qanaqaligini, lekin hozir qo'lingizga bera olmaymiz. 6 oydan keyin beramiz. Ya'ni sizlar yapon tilida o'qiy oladigan bo'lsanglar, mana shu kitobni beramiz, yaponchasini o'qiysizlar deyishganda, biz unga qiziqib qolganmiz. Nimaga bizga prezentatsiya qilib berishgan kitobni, lekin berishmagan. Rosa qiziqib qolganmiz va shu kitobni o'qish uchun ham yapon tilini o'rganganmiz. Ya'ni shu kitobni o'qiy oladigan bo'lish uchun va 6 oy o'tgandan keyin hammamizga sovg'alarimizni yetkazishgan. Japan Digital University. O'zbekistonda o'qib, Yaponiyada ishga joylashing.